Xo'p, qaysi organlarda va u eng xavfli va eng yashirin kechadi? Qaysi organlar bu? Ya'ni eng kech aniqlaydiganimiz biz запущенный deymiz ruschasiga, o'zbekchasiga qo'yib yuborilgan. Eng kechiktirilgan qaysi organlarga bo'ladi? Bu asosan ko'zga ko'rinmaydigan a'zolar, ya'ni O'zi mayda a'zolar. o'zi yo'q, masalan, ko'krak qafasining ichida, o'pkada bo'lishi mumkin, masalan. Bizni ko'zimizga ko'rish imkoniyati yo'q bo'lgan. Ko'rish yo'q yoki qorin bo'shlig'i a'zolari. Tashqi a'zolarda bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'krak ayollarda yoki qorin, teri, yog' ostilarida, oyoq, qo'llarda bo'ladigan bo'lsa, kasallik ancha barvaqt aniqlanadi. Ya'ni o'sha joyda bez paydo bo'lishi, og'riq paydo bo'lishi yoki ikkala tomonda ikki xil ko'rganda o'lchamlarga ega bo'lib qolishi, paydo bo'lishi natijasida aniqlanadi o'sha narsa voqli. Ichki a'zo yoki ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'ida yoki o'sha holatlarda a'zolarda ko'zda ko'rmaganligi uchun u holatlar kechroq aniqlanadi nisbatan. Ko'zga ko'rmaydi yoki qo'l bilan ushlash imkoni yo'q. Faqat tekshiruv natijalarida aniqlanadilar. Tushunarli. Xo'p, kech qolgan tashxisning oqibatlari nimalar bo'lishi mumkin? Kechikdi mana. Qo'yib yubordi. Kasallik kechki bosqichlarda demoqchisiz endi. Kech aniqlashni. Asosan 3-4 bosqich, ya'ni kechki bosqichlarda aniqlashda davolash samaradorligi qiyin bo'ladi. Davolash davomiyligi juda uzoq muddat vaqtni oladi. Bundan tashqari xarajat ko'p ketadi o'z-o'zidan. Mablag' ko'p ketadi. Mablag' bu davlat uchun ham, bemor uchun ham, hamda uni yaqinlari uchun ham oshiqcha mablag' hisoblanadi. Keyin eng yomon tomoni shu davolash effektivligi prognoz, ya'ni kamroq, prognoz yomonroq bo'ladi erta bosqichda aniqlanishiga qarab. Qancha erta aniqlasa shunchalik yaxshi. Qancha erta aniqlansa bemor bir erta bosqichda aniqlansa 95%, 100% gacha tuzalib ketishi mumkin bemorlarimiz. 100% tuzalayotgan bemorlar bor. Ya'ni erta bosqichda aniqlansa bemor tuzalib ketadi. Xo'p, hozir mana shu kunda mana siz onkologiya markazida, Respublika onkologiya ilmiy amaliy markazida faoliyat ko'rsatasiz. Shu yerda hamma onkologik kasalliklar e'tiboran davolanadi. Ularga maxsus kimyoviy protokol bor. Yoki nur terapiyasining protokoli yoki operatsiv, palliativ dorilar, standart dorilar bor. Hammasi samara yuqori darajada agar bemor itoat qilsa. To'g'rimi? Xo'p, buni yana galda gaplashamiz. Mana kasallik aniqlash jarayonida profilaktik choralardagi eng samarali usullar nima? Mana men bir profilaktika qilish. Bemor oddiy fuqaro bo'lsam-man, men bo'lsam-man, misol uchun bemor bo'lib qolish ehtimoli bo'lganmanmi? Onkologiya bo'lib qolish mendan ham aylanmagan. Nima qilsam onkologiya bo'lib qolmayman? Yoki oldin olishga katta hissa qo'shgan bo'laman. Mana onkologiyaga kelib chiqishida juda ko'p sabablar aniqlangan. Masalan, ularda sanab o'tamiz. Masalan, oddiy bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaruvchisi o'sha odam papilloma virusi 16-18 tipi bo'lganligi uchun hozirgi kunda shu Koreya tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekistonda o'sha maktab yoshidagi qizlarni emlash ishlari olib boryapti. Bu narsa kelajakda shu onkologiyaning shu turi bilan bemorlanishni yoki kasallanishni oldini oladi. Ya'ni kelajakda shu emlangan qizlarimiz bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanmaydi. Bu chunki tajribada isbotlangan. Unda emlanganda nima, unga vaksina jo'natiladimi yo vaksina yuboriladi o'sha bemorda, o'sha bemor emas, o'sha fuqaroda yoki o'sha qizimizda o'shanga immunitet hosil bo'lishi natijasida o'sha narsa kelajakda kasallanish ro'y bermaydi. Ya'ni bu narsa masalan bachadon bo'yni saratoni O'zbekistonda kasallanish bo'yicha 2-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda qaysi? Birinchi o'rinda sut bezi. Bu ayollarning ichida yoki umuman? Ayollarning ichida. Ayollarning ichida. O'z kasallik bo'yicha ham ko'krak saratoni birinchi o'rinda, umumiy olganimizda. Ikkinchi o'rinda o'pka saratoni, uchinchi o'rinda bachadon bo'yni saratoni turadi. Bir yilda 4,5 mingdan ortiq ko'krak saratoni birlamchi aniqlanadi. Birlamchi aniqlanadi. O'zbekistonda 2 mingga yaqin ayolda bachadon bo'yni saratoni aniqlanadi. Birlamchi. O'sha narsa Koreyada bir necha yillar oldindan shu emlash ishlari olib borguncha eliminatsiya deydi. Umuman bu kasallik tugatilgan desa ham bo'ladi. Deyarli uchramaydi ularda. Mana zo'r profilaktika. Mana profilaktikasi. Bizda hozir maktablarda emlash ketyapti. O'shaning uchun sal anaqa tushunmovchiliklar ham bo'ladi. Masalan, men o'zimni qizimni ham emlatdim. O'sha bachadon bo'yniga qarshi, odam papilloma virusiga qarshi, VPChga qarshi emlash ishlari olib borilyapti. Xabaringiz bor? Bundan tashqari bu bitta bachadon bo'yni qo'zg'atuvchisi aniq bo'lganligi uchun. Bundan tashqari jigar saratonlarida o'sha
virusli gepatit B ni kelib chiqishi bu isbotlangan narsa. Shu gepatit B ga qarshi emlash ishlari olib borishi Virusli gepatit bo'lsa onkologiya xavfi oshadimi? oshadi. Masalan, Ya'ni jigar saratoni surunkali gepatit B kasalligi bilan bemor bo'lgan odam, kasallangan odam qachon onkologiya bo'lish ehtimoli juda yuqori. Masalan, asosan jigar saratoni aniqlangan kasallarda juda ko'pida o'sha virusli gepatit anamnezida bor, ya'ni yoshligida yuqtirgan yoki shu kasallik bilan nazoratda Doimo turadi. birga deyarli. Shu kasallik qonda bor, nazoratda turib davolanib kelgan doim. Bundan tashqari oshqozon saratoni masalan, Helicobacter pylori bu o'sha oshqozon saratonini keltirib chiqarish tasdiqlangan. O'sha kasallikni doimiy davolanib yurish natijasida o'sha kasallikni oldini olish mumkin. Bu qo'zg'atuvchisi aniq kasallarda. Shuning uchun profilaktika deganingizda mana shu Bu osonroq bular bilan kurash. kurash oson.